2025-yil sentyabr oyida OpenAI kompaniyasi Oracle bilan 300 milliard dollarlik shartnoma imzoladi. Bu yangilikdan so'ng Oracle aksiyalari 50% ga oshdi. Oracle esa shu baho o'sishidan foydalangan holda Nvidia kompaniyasining apparatlarini, ya'ni chiplarini katta hajmda sotib olish uchun mablag' ajratdi. Bu yangi talab Nvidia aksiyalarini ham yangi rekord darajaga olib chiqdi. Shundan so'ng Nvidia o'z navbatida 100 milliard dollarni OpenAI bilan hamkorlikka qayta sarmoya sifatida kiritdi. Ya'ni sun'iy intellekt sanoatidagi pul hozir bir doira ichida aylanmoqda. Markazda esa odatdagidek Wall Streetning sevimlisi Nvidia turibdi. Ba'zilar bu holatni hatto Ponzi sxemasi deb atay boshlashgan. Ammo bu faqat ostida real qiymat bo'lmasa, Ponzi sxemasi hisoblanadi. Lekin biroz sabr qiling. MIT universitetining yaqinda o'tkazgan tadqiqotiga ko'ra, generativ AI, ya'ni ChatGPT kabi texnologiyalar sohasidagi korporativ sarmoyalarning 95% hozircha nol daromad keltirgan. Shundan beri sun'iy intellektning yaqin muddatli foydalilik darajasi jiddiy savol ostida qoldi. OpenAI so'nggi oylar ichida animatsion video yaratish va hatto faxsh yo'nalishidagi kontent ishlab chiqishga yo'nalib qoldi. Bu esa boshida va'da qilingan texnologik inqilobdan ancha yiroq. ChatGPT taqdim etilganidan beri Nasdaq 100 indeksi 2 baravar oshdi. Asosan Nvidia kabi AI aksiyalari bu rallini harakatga keltirgan. Lekin agar AI loyihalarining 95% real hayotda nol daromad keltirayotgan bo'lsa, bu vaziyat uzoq davom etolmaydi. Endi savol, bu qizib ketgan holat yana qancha davom etadi? MIT tadqiqotining yana bir qismi shuni ko'rsatadiki, kompaniyalarning 40% AI texnologiyalarini oddiy ishlar uchun joriy qilgan. Masalan, email yozish, matnlarni qisqartirish yoki eslatma yozish uchun. Shuningdek, ular soya AI iqtisodiyoti degan tushunchani ham ishlatishgan. Ya'ni xodimlar o'z ishlarida tobora ko'proq ChatGPT kabi iste'molchi AI vositalaridan foydalanmoqda. Demak, foydalanuvchi va xodim darajasida haqiqiy foydalanish va natija bor. AI shaxsiy samaradorlikni oshiryapti. Lekin muammo shundaki, AI ga sarmoya kiritilayotgan milliardlab dollarlar aslida individlar uchun emas, balki kompaniyalar xarajatlarini avtomatlashtirish va mehnat xarajatlarini kamaytirish uchun mo'ljallangan edi. Shu narsa AI atrofidagi dastlabki shov-shuvni paydo qilgan edi. Ammo hozircha noma'lum. Sun'iy intellekt inson samaradorligini oshirayotgan bo'lsa ham, bu kompaniyalarning foydasini real oshiradimi yoki shunchaki ishchilarni tezroq ishlashga majbur qiladimi? Agar ikkinchisi to'g'ri bo'lsa, bu sarmoyalarning hajmini oqlamaydi. Faktlar shuni ko'rsatadiki, faqat Alphabet, Amazon, Microsoft va Meta kompaniyalari 2025-yilda 300 milliard dollar AI ga sarflamoqda. Bu AQSh yalpi ichki mahsulotining 1.2% degani. Juda katta raqam. Albatta, kompaniyalar sun'iy intellektga ko'p sarflashining o'zi muammo emas. Muammo bu qarz evaziga qilinayotgan sarf. Hozirda shunday bo'lyapti. Masalan, Google 2025-yilning o'zida 10 milliard dollar qarz olgan. Meta 2022-yildan beri 28 milliard. Microsoftning qarzi o'tgan yilda 27 milliarddan 46 milliard dollargacha ko'tarilgan. Oracle esa hozircha 90 milliard dollar qarzda va har chorakda yana ko'paytirilyapti. 2025-yilda AQSh texnokompaniyalari jami 157 milliard dollar obligatsiya chiqargan. Bu o'tgan yilga nisbatan 70% o'sish degani. JP Morgan ma'lumotiga ko'ra, sun'iy intellekt bilan bog'liq qarzlar hozir korporativ qarz bozorining 14% ni tashkil etmoqda. Qarz qanday ishlashini bilsangiz, bu pullar foiz bilan qaytarilishi kerakligini tushunasiz. Demak, kompaniyalar sun'iy intellektdan daromad olishga majbur. Aks holda bu qarz ularni bosadi.
Hozircha esa qisqa muddatda sun'iy intellektning moliyaviy samaradorligi juda shubhali. Bu esa qarz muddati yetganida bankrotliklar va moliyaviy inqirozlarga olib kelishi mumkin. Shunga o'xshash holat 1990-yillar oxirida internet aksiyalarida ham kuzatilgan. O'shanda ham eng yirik kompaniyalar IBM, Adobe, Cisco, Walmart, Intel, General Electric va Microsoft internet infratuzilmasiga milliardlab dollar sarflagan edi. Investorlar o'shanda ham bugungidek hayajonda edi. Lekin ko'pchilik o'sha paytda ham real iqtisodiy asos yo'qligini tushunib turgan. 1996-97 maqolalarda shunday ogohlantirishlar yozilgan edi. Texnokompaniyalar haddan tashqari ko'p sarf qilmoqda. Aksiyalar qiymati real foyda bilan qo'llab-quvvatlanmayapti. Sanoat juda tez o'zgarayotgan, kompaniyalar esa shunchaki orqada qolmaslikka urinmoqda. Stanford universiteti o'sha paytda hatto texnologiya sektori iqtisodiyotda strukturaviy nomutanosiblik keltirib chiqaryapti degan hisobot chiqargan. Nobel mukofoti sohibi iqtisodchi Robert Shiller ham texnologik spekulyatsiya haqida ogohlantirgan edi. Natijada tarix ularning haq bo'lganini ko'rsatdi. Nasdaq 100 o'z cho'qqisidan 80% qiymat yo'qotdi va ko'plab kichik texnofirmalar qarz yukidan butunlay bankrot bo'ldi. Lekin diqqat, ogohlantiruvchi maqolalar 96-97 yillarda yozilgan. Lekin bozorning haqiqiy portlashi 2000-yil mart oyida sodir bo'lgan, ya'ni 3 yil o'tib. Bu shuni anglatadi. Bozor aqldan ozgan holatda bo'lsa ham, bu holat siz chidab tura olganingizdan uzoqroq davom etishi mumkin. 90-yillar oxirida o'yinga kech kirgan treyderlar bir necha yil ketma-ket katta foyda ko'rishgan. Albatta, pufak yorilganda hammasini yo'qotishgan. Endi savol: sun'iy intellekt pufagi hozir 96-yildami yoki 99-yildami? Tarixiy ma'lumotlarga ko'ra, 99-yilda Federal Rezerv foiz stavkalarini oshira boshlaganida pufak yorilgan edi. Shundan oldin past foiz stavkalari investorlarni xotirjam qilib, internet aksiyalarini haddan ortiq baholashga undagan. Stavkalar ko'tarilishi bilan pufak portladi. Bugungi kunda ham shunga o'xshash holat. 2025-yilda semikonduktor ETF chip kompaniyalari indeksi AI bilan bog'liq sektor parabolik o'sishda. Federal Rezerv ham foiz stavkalarini pasaytirayotgan bo'lib, bu spekulyatsiyani yanada kuchaytirmoqda. Foizlar past turguncha bu AI ishtiyoqi davom etaveradi. Ammo stavkalar yana oshirilsa, bu o'sish cho'qqisiga yetganini bilamiz. Makroiqtisod bilan bog'lagan holda kriptovalyutalarga sarmoya kiritmoqchi bo'lsangiz, bizning Telegram kanalga obuna bo'ling. Bozorlarga to'g'ri baho berishni o'rganing va daromad qiling.